Yaqında Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan Sharqiy Yevropa davlati Litvaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati Tayvan masalasi sababli nacharlashishga yuzlandi. Tayvan mazkur davlatda vakillik o'rni ta'sis qilgandan keyin Xitoy Litvadagi bosh elchisini qaytarib keldi va Litvadan bosh elchisini chaqirishni talab qildi. Litva parlamenti bu yil mayda Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilgan edi. Germaniyada virus vaksinasi emletmegenler kündəlik turmuşida texmi köp çeklemelerge duç keladi. Vaksina emletmegenler yıpıq sorunlarga kirish üçün tekshirish natijasini ko'rsatishi lozim, lekin burunqidek haqsiz tekshirishdan bahramon bo'la olmaydi. Saudiya Arabistanning Paris qo'ltiqida Hindiston bilan birlashma dengiz manevrini boshlaganligi e'lon qilindi. Saudiya Arabiston taratqullarining xabar qilishicha, ikki davlat dengiz armiyasining birlashma manevriga Hind okean deb nom berildi. New York valisi Andrew Cuomo jinsiy axloqsizlik bilan ayblangandan keyin istipa berishni qaror qilganligini e'lon qildi. Katie Hochul Cuomoning o'rnini olib New Yorkning tunji ayol valisi bo'ldi. Xitoyning Yunnan o'lkasida tabiiy muhofazat rayonidan ayrilgan 14 Yavoyi Osiyo pilining ko'chish yo'li ustidagi 150 mingdan ortiq odam tarqoqlashtirildi. İlgilenişe 1,5 yıldak vaqt tabiiy muhofazat rayonidan ayrilib turgan 14 Yava Osiyo pili qaytib kelayotgan bo'lib, navbatda tabiiy muhofazat rayonidan 200 kilometr yiroqlikda ekan. Iroqning janubidagi Kərbala shahrining boshlig'i Abir al-Hafajining qasdga uchrash natijasida qazo qilganligi e'lon qilindi. Kərbala valiliqi shahar boshlig'i Abir al-Fajining shahardagi qonunsiz qurilishlarni chiqishga munosabatli tekshirishlari jarayonida qurolli hujumga uchraganligi e'lon qilindi. Xitoyda bir sud mahkamasi zahar atkazchilik jinoyati bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin qayta sudlash orqali o'lim jazosiga hukm qilingan Kanada fuqarosi Robert Schellenbergning norozilik arzini rad qildi. İlgilenişçe, Huawei şirketining moliya amaldori Ming Wenzhou Amerikaning Ironga qaratgan embargosiga xiloflik qilganligi sababli Kanadada qo'lga ilingandan keyin Schellenberg Xitoyda qayta sudlanib o'lim jazosiga hukm qilingan.